Baxil haqida bir qissa keltiriladi. Bir kishi baxil edi, o'g'li ham otasiga o'xshab xasis, zihni edi. Bir kuni ularning uyiga mehmon kelib qoluvdi. Haligi zihna uyda egasi aytdiki, "Ey o'g'lim" dedi, eshittirib. "Qalbimga hurmatli bo'lgan bir kishi mehmon bo'lib keldi. Borib yaxshi go'sht olib kelgan, bir dirhamda olib" deb chiqarib yubordi. Mehmonga qilayotgan sarfarajatini e'lon qilishlik beadablik bo'ladi. Mehmonga qilinadigan xayr ehson, ko'rsatiladigan saxovat aytilmaydi. Bildirmasdan qilinadi. "Ey monichi, palonchi joydan paloncha so'mga olib keldim. Olinglar." Hali o'g'il chiqib ketdi, 1 soat deganda qaytib keldi, qo'lida hech narsa yo'q. "Ha o'g'lim, nima qildingiz?" "Men qassobning oldiga bordim. Menga eng yaxshi go'shtdan berasiz ekan" desam, qassob aytdi, "Men sizga sariyog'dek go'sht beraman" dedi. Men aytdim, "To'xtang, sariyog' arzonroq-ku. Sariyog' olsam do'konga borishim kerak." Do'kondorga bordim. Do'kondorning oldiga borib, "Menga yaxshi sariyog'ingizdan bering" desam, u "Men sizga asaldek sariyog' beraman" dedi. To'xtang, asal sariyog'dan arzon-ku dedim-da, asal pulishning oldiga bordim. Asal pulishga borib, "Yaxshi toza asalingizdan berasiz ekan menga" desam, "Men sizga suvdaqa toza asal beraman" dedi. Men aytdim, "Uyimizda suv bor-ku" dedim-da, qaytib keldim dedi. Ota aytdi, "Yaxshi ish qilsiz o'g'lim, faqat bir ishingiz chola bo'pti." "Nimasi chola bo'pti?" "Shu kavushingizni yudatib bosib kelganingiz chatoq bo'ldi-da" dedi. "Dadajon, qarang, mehmonni kavushini kiyib olib keldim" dedi. Baxil odamni dunyosi ham baxil bo'ladi. Ayoliga baxil, farzandlariga baxil, qo'l ostidagi ishchilarga baxil. Ibrohim alayhissalom saxovat pesh inson bo'lgan. U kishi biron kuni mehmonsiz o'tmas ekan uyda. Agar uyga mehmon kelmasa, ko'chaga chiqib o'zi mehmonni topib olib kelib ovqatlantirar ekan, izzat ikrom ko'rsatar ekan. Shuning uchun mehmonlarning otasi degan laqab bilan laqablanar ekan. Ibrohim alayhissalomning uyiga yosh yigitlar ko'rinishda 3 ta farishta kirib kelganlik qissasini bilamiz. O'tkizlarda yugurib chiqib, ana shu semiz bir molni bolasini so'yib go'shini pishirib keldi, indamasdan. Oysha onamiz roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zawja mutohalari, ummahatul mu'mininlardan Rasulullohning tarbiyasini olganlar. Qarang, xalifa Muaviyat ibn Abu Sufyon davrida Oysha onamizga xalifadan 70 ming dirham keldi. Kechga borib bu puldan 1 dirham uyda qolmadi. Hammasini tarqatib yubordi. Bir kunda. Ya'ni shu paytda ustidagi ko'ynagini yamab kiyib yurar edi. Kun kechkirdi, Oysha onamiz ro'zador edilar. Xizmatchi ayolga iftorlikka biror narsa bormi deb so'rasa, "Ey ona, yo'q. Ona puldan olib qo'ysangiz bo'lar edi o'zimizga" deganida, "Tugat deb aytmabsiz-da. Aytganingizda olib qo'yardim" dedi. Bu Rasulullohning oilasi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadoni. Qancha karim, saxovat pesh insonlarni go'zal zikrlari tarixda qoldi. Hamda qancha baxil, xasis kishilar o'zlarini tarixdagi sahifalarni qoraytirib ketishdi. Saxiylik, saxovat, baxillik, zixnalik bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi.